2026-yil yanvar oyi Umra safariga borish narxlari necha puldan bo'lyapti? Do'stlar, videoda o'tkazib yubormanglar, chunki biz Hikmat Travelga kelganmiz. 2026-yil yanvar oyida Umra safariga borish narxlari necha puldan bo'lyapti va Saudiya Arabistonidagi sharoitlar qanaqa? Eng asosiysi, reyslar qayerlardan uchilyapti? To'liqroq ma'lumotni Abdukarim hoji akamizdan olib beramiz. Videoda o'tkazib yubormasdan bir dona like bosib, kommentariyada inshaalloh tez kunda biz ham ota-onamizni olib borishlik nasib qilsin deb yozib keting do'stlar. Assalomu alaykum. Hoji aka, charchab qolmayapsizmi? Mehnatlar bilan qiynalmang. Allohga shukr, rahmat. Allohga shukr, 2026-yilda boshqa oyga ham yetib keldik. O'tgan yillar yaxshi umra safariga odam chiqardik. Xudo xolasa bu yil ham ko'pchilik niyat qilyapti. Yanvar oyida Ramazongacha ko'pchilik borib kelib olamiz deb. Xudo xolasa. Reyslarimiz yanvar oyiga ham chiqqan, spiskalar. Yanvar oyida reyslarimiz bor. Hozircha 10-yanvargacha reyslarimiz to'lgan. 10-yanvardan keyin inshaalloh reyslarimiz bor. Hamma viloyatdan bor. Farg'ona, Namangan, Andijon, Toshkent. Toshkent Jidda, Toshkent Madina, Farg'ona Madina, Namangan Madina, Andijon Jidda reyslarimiz bor. Deyarli har kuni ora kunda reyslarimiz bor. Ya'ni kunda ora reyslar bor. Undan tashqari Vodiydan ham, Toshkent shahridan ham reyslar bor. Bor, reyslarimiz bor. Samarqanddan-chi, Samarqanddan reyslar? Samarqanddan ham qo'yilyapti, Termizdan ham qo'yilyapti reyslarimiz inshaalloh. Samarqanddan ham, Termizdan ham, Toshkent shahridan ham, undan tashqari Farg'ona viloyati deyapsiz, Andijon viloyati va Namangan viloyatidan reyslar qatnovi bo'lib turadi deyapsizlar. Ya'ni kunda ora reyslar qatnovi bo'lib turadi? Bor. Yanvar oyiga. Saudiya Arabistonidagi sharoitlarimiz qanaqa? Necha kunlik o'zi aslida necha kunlik umra safarimiz? 14 kunlik paketimizga 2 kecha Madinada turishtiriladi, 2 mahal, ya'ni nonushta berilmaydi. Nonushta berilmaydi. 12 kecha Makka da turiladi, Makkada 3 mahal beriladi, o'zimizning o'zbek milliy taomlari beriladi. Oshpazlarimiz ma'qulonli oshpazlar. Ya'ni o'zimiz oshpazlarimiz bo'ladi. Makkada 3 mahal, Madinada 2 mahal ovqatlar beriladi. Madinada mehmonxonalarimiz 300 metrdan 700 metrgacha beriladi. Makkada 6 ta mehmonxonamiz bor. Eng yaqini 900 metr, eng uzog'i 2,5 kilometr. Madinada Makkaga qarab yurilganda qaysi mehmonxonamizda joy bo'lsa, shu mehmonxonaga joylashtirilaveradi. Tanlanilmaydi. Yaqini bunga, uzog'i bunga degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni qaysi birida joy bo'lsa, o'sha yerga qilinadi. Qaysi mehmonxonamizda bo'sh joy bo'lsa, shu joyga joylashtirilaveradi. Ya'ni eng uzoq gassisamiz hozir 2,5 kilometr. 2,5 kilometr. Bo'lsa, 1 kilometrlikka ham tushib qolish Ekonom paketimiz ham bor. U orada ochib, orada yopyapmiz. Ekonom paketimiz ochilganda 7 kilometrlik Batqa Qurayshda Daniya Abraj Daniya mehmonxonaga qo'yapmiz. Uni narxi arzonroq bo'ladi. Narxi arzonroq bo'ladi. O'zi yanvar oyiga narxlarimiz necha pul chiqqan? Yanvar oyiga Vodiydan 975 jo'natyapmiz, Toshkentdan 950 jo'natyapmiz. Ya'ni yanvar oyining oxirigacha bo'lgan sanalarimiz hammasi 975 dollar. Vodiydan uchish, Toshkentdan poytaxtdan uchish 950 dollar. Ya'ni Toshkent shahardan uchish 950 dollar. Misol Toshkent Jidda, Toshkent Madina, uni farqi yo'q. Narxi bir xil. Bir xil bo'ladi. Vodiydan ham shunaqa. Bir xil. Madinaga ham uchun reyslar bor, ham Jidda shahriga ham uchun reyslar bor. Farg'ona Madina, Namangan Madina, Andijon Jidda bo'ladi. Andijon Jidda. Farg'onadan Madinaga uchadigan reys bor. Bor. Endi bizning ko'proq qismimiz yurtdoshlarimiz qo'shni Tojikistondan, qo'shni Qirg'iziston yoki Rossiya Federatsiyasi ishlab, o'sha yerda fuqarosini olgan do'stlarimiz borda, yaxshi niyatda kuzatishyapti. Farqi yo'q, Rossiya fuqarosi bo'ladimi, Tojikiston fuqarosi bo'ladimi? Dokumentlar to'g'irlab berasizlar. Bo'laveradi. Rossiya fuqarosi ayrim davlatlarga nimasiz kirsa bo'ladi, vizasiz. Lekin Saudiya Arabistonga viza olib kiriladi. Bu to'lovlar desda hamma yo'q kiritilgan. Hattoki Qizil dengiz ham bor ichida. Paketimiz ichida. Hozir endi so'ramoqchi edik, Makka, Madina bo'ylab sayohat ziyoratlar hammasi bor-a? Hamma ziyoratlar bor, yana qo'shimcha Qizil dengiz bor. Qizil dengiz bor. Madina-i Munavvarada ko'pchilik qiziqadi, Qur'on bosmaxonasi deydi, Qubo masjidi deydi. Bizda Qur'on bosmaxonasi yo'q, qolgan ziyoratlar bor. Qubo masjid, Uhud tog'i, Xurmo bog'i, Qiblatayn, 2 qiblali masjid bor. Makka shahrida qanaqa sayohatlarimiz bor? Makka shahrida avval Savrga boriladi, keyin Arofatga, keyin Muzdalifa, Mino, Jamorot, Jabarun Nur, ya'ni Xiro g'origa boriladi, keyin Qizil dengiz bor. Yana Makka bo'ylab piyoda ziyoratlarim bor, Jannatul Maalla, ya'ni Xadicha onamizning qabrlari, Jin masjid, Daraxt masjid, Bayroq masjid, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan uylari, oy 2 ga bo'lingan joy, payg'ambarimizga salom bergan tosh, yana Xadicha onamizning uylarini ziyorat qilamiz.
Ya'ni 15 dan oshiq sayohatlar bor Ko'p, Makka ko'p, shahrining ko'p. o'zida. Inshaalloh. Ya'ni to'lovlari xudo xolasa o'zgarilmaydi. O'sha Toshkent shahridan O'zgarilmaydi. $950, Vodiydan $975. Inshaalloh o'zgarilmaydi. Misol hozir qo'shni Qirg'izistondan deyapmiz, Tojikistondan deyapmiz. Bir dona Zagram pasportni Telegram yoki WhatsApp orqali tashlab berilsa, joylarni bron qilinsa bo'laveradi. Agar boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, pasportlarni tashlab berilsa, to'lovini inshaalloh aeroportda qilsa ham bo'laveradi. To'lovni aeroportda qilsa bo'laveradi yoki hozir biz o'zimiz Farg'onada turibmiz, Glavniy ofisga o'ziga kelib olsa ham bo'laveradi. Farg'ona ofisiga kelib to'lovlar qilsa, nimalar ham yozib berishadi. Kvitansiya yozib beriladi. Misol yoshi katta odamlarimiz bor, O'zbekistondan ko'proq borlaydigan. Saudiya Arabistonda dori-darmon deyshadi, doktor xizmatlari qanaqa bo'ladi? Doktorlarimiz bor, o'zlari dori-darmon berishadi. Yana qo'shimcha o'zlarini ichadigan ehtiyojli dorilari bo'lsa, olib olishgani yaxshiroq. Ya'ni surunkali kasalliklari borlar. Bor. O'zining dorisini olib olsa bo'laveradi. Ofisga kirishim bilan mana shu nimaga ko'zim tushdi, bu firmani o'zining Hikmat Travel'ning o'zining maxsus litsenziyasi bo'lsa kerak. Bu litsenziyamiz o'sha hozir 14 tamikin firmaga litsenziya berilgan, o'sha 14 tadan biri bo'lamiz biz ham. Birinchilardan berilgan. Hikmat Travel. Do'stlar, Hoji akam nomerlarini qoldiryapman. O'zlari ham 50 boshli qilar ekanlar. Bundan oldincha gaplashib o'tirdik. Nomerlarni qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqinglar. O'zlaringiz istalgan savollarga javob olishingiz mumkin. Xudo xolasa tez kunda Umra safariga borish sizga ham nasib qilsin. Ota-onalaringizni olib, oilaviy borish nasib qilsin. Do'stlar, videoga bitta like bosib, yaqin do'stlarga video jo'natib berishni esdan chiqaramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bo'ldi.